Nima aka? Nima aka? Amaki uxtib Ha, shug'ullanyaptilarmi polvon? Qani amakingizga pichoq qilib qo'ysinlarchi? O'g'il to'y nima bo'lyapti? Amakim sizni chaqirib chiqib uxlab qoldilar. Qo'shni, qo'shni. Qayerdaman? Biznikidasiz. Nima chiqdim o'zi? Men qayerdan bilaman nima chiqqingizni? Eslayolmayapsizmi? Yo'q. Hammanglar eslaginingizgacha biror nima yeb olamiz. Turing, KFCdan dastavka keling. Qo'shni, KFC menyusiga yangilik qo'shibdi. Oh. Yangilik buni crunch. Ichida umuman suvi yo'q, laqim go'sht. Sochni bitta yeb ko'ring. Qo'shni eslagan bo'lsangiz ayting, nima chiqdingiz? Yuzga chiqdim, sizni chaqirdim. Keyin o'g'lingizga men esladim. Mana esladim. Amaki, chamaz minasan, shopirmisiz? Otminaman uka, boshsiz chamandozmanman. Yo'l kira necha pul bo'lyapti? 300 ming so'm. 300 ming? Muncha qimmat. Uka, uyda bittasi go'sht yeyman deyapti. U yetmaganda mashinani texnik ko'rigi yo'q. Kamiga sana muncha qimmat deyapsan. Ber o'sha 300 mingni ishlab bitirib olaylik. Bo'lmasa bunday qilaylik. Mana pulni oling. Texnik ko'rigingizni o'zim qilib bersam. Qayerda qilib berasan? 3 ko'prik avtostansiyadagi metan zapravka bilasizmi? Ha? O'shaning ichida texnik ko'rik ochilgan, o'zimizga qarashli. Hozir o'sha yerga birga boraylik. Hatto katta mashinalarga ham, kichkina mashinalarga ham texnik ko'rigi bor. Bundan tashqari metan propan ustanovkalari ham bor. Eng qizig'i bonusiga birinchi martasiga gaz ham quyib berishar ekan. Yagona datchiga ham borib yotmiz. Hamma dokumentli ishlaysiz o'sha yerda bitadi. Bo'lardimi amaki? Yo'q, bo'lmadi. Nimaga? O saatga reklama meni hayolimda ketdi. O'shanga hayotda shu ishlarni qilib bergin, sen bilan kelishib ketaylik. Bo'pti, yuring bo'lmasa. Yur. Ko'kdalami, ko'kdalam. Ozod diyorimdan tomog'ini milsa. Men to'xtatyaptimi? Nima qilaman? Nima? Atmasga qiling. Ha. Uyquga solmay o'zim. Amaki hujjatlarni ko'rib qo'yaylik. Maziz yo'qmi amaki? Yo'q. Doktor chaqiraymi? Komandir, yana bittaga mashina dokument chataqda. O'shanga olib kirib qo'ymaysiz? Ha yo'q, nimaga olib kirib qo'yaman? Mashinangiz eski ekan, metallarga topshirib yuboramiz. Churvaqalar. Aka, Bilasan-a, men yerda katta iti bor. Qo'lasa qochalasanlarmi ish qilib? xavotir olmang aka, sizdan jicha tez yugursak bo'ldi-da. Toppa to'g'ri, oxirida qolib ketganda it ishlaydi-da. Aka, Ha. uylanganimdan keyin yangi uy olib, senga shu hovlini bo'shatib beraman dedingiz. Ha, aytganman. Ha, o'sha gapni aytganingizga ham 20 yil bo'ldi, aka. Ha, umrim misoli anaqada. Aka, jinnini yo'qmi? Hech bo'lmaganda meni xonam bo'shatib bering. Men ham uylanay, turishimni qarang, 35 ga kirdim. Ko'rgali amaki deyapti. O'zing ham mo'ylovda olaver, uka. Yosh ko'rinasan. Salom berib turganlar keyin gap otadi senga. Aka, shunda meni xonam bo'shatib bermaysizmi? Yo'q, planim bor. Men kichkinani uylamoqchi edim o'sha. Bu hali yosh bala-yu, aka. Amaki katta bo'lib qolganmi? Uyni naqd pulga olasizmi yoki bo'lib to'lashganmi? Bo'lib to'lashga olmoqchiman. Iloji bo'lsa, pul arzonrog'idan ko'rsating, aka. 10-etajda bitta uyimiz bor, o'shani ko'raylikmi? Mana men sizga aytgan 39 kvadratli uyimiz shu. Bu spalni. Endi nima qilaylik? Bu katta xonamiz student oshxona hisoblanadi. Balkonimiz panorama, manzara alohida teng. Eng muhimi, bu uyimizni kadastri chiqadi, ukam. Aka, uy zo'r ekan, nech pul endi? Uyimiz naqd pulga 291 million. 20 yilga bo'lib to'lashga boshlang'ich to'lov 1,5 million to'laysiz. Oylik to'lov bo'lsa 3 million 440 ming so'mdan tushadi. Uyni pastki qavatlardan tanlasangiz, narxi shuncha qimmatlashadi. Agar balandroqdan tanlasangiz, shuncha arzonlashadi. Lekin men maslahatim, etajga e'tibor bermang. 24 ga 7 ikkita liftimiz ishlab turibdi. Barnolar ichra rano. Ha, aka. Qayerda yuribsan? Tinchlikmi? Ana yig'ib qo'ygan puling bor-ku. Ha, men u pulga uy gaplashib kelyapman. Sen o'zingdan o'zing nima uy gaplashasan? Men seni pulingga reja qildim. Meni pulimga siz qanaqa reja qilasiz, aka? Alo, qo'shni biznikidan tomini baland qilib qo'yibdi, o'shanga usta chaqirib qo'ydi. Bitta uxlaysizmi? O'g'il to'y, abidga nima yeymiz? Tovuq yeylik dada. Hozir tovuqni quvla, o'sha patini yul, qozonga sol pishir, uni
Qancha ishi bor u? Men uni aytmadim dedi. Kipsi buyurtma qilaylik. Telefonda chiqar, kipsi buyurtma qil, dastavkachkisi eshik tagiga chiqib uni olib kel, korobkasidan ochib, ye. Qancha ishi bor o'g'il to'y. Keling undan ko'ra yaxshi, ayizni kutaylik. Bitta shirin ovqat qilib beradi, mazza qilib yeb oladi. Bozor, aka bozorga. Ukajon, bak. Bozorga ketyapsanmi? Ha, qani mashinangiz? Mashina yo'q, men shopir emasman. Yur, bozorda nima qilasan? Men yerda super aksiya bo'lib yotibdi. Konditsionerda qara 12 talik Premier 3.369.000. Bu ish nima bas? Morozinli nimaligini bilasanmi? Marojne sotadi, marojne saqlaydi. 3.879.000. Ikki xonali kvartira mana. Va misoli balaxonali xolodilnik narxini qarab buni 2.300.000 qatta ko'rgansan bundan narxga. Bu hammasi naqdmi endi? 12 oyga bo'lib to'lashga berishaveradi, diskont reklamasi ketyapti bu yerda. Bo'ldim aka, gapingiz tugadim, ketaman bozorga. Nimaga ketib turading o'zi bozorga? Buvimga qulpunaga ketib turadim. Bo'lmasa qara, buvingga aytib qo'ygan, qulpini saqlagani xolodilniklar arzon ketibdi diskontda degan. Keyin aytganki 6, 7, 8, 9 aprel kunlari amal qilar ekan, super aksiyaga tushgan ekan xolodilniklar degan. Xo'pmi? Aytib qo'yaman. Bo'ldi. Bozor, o bag'da edi bozor. Bozor, aka bozormi?